shunchaki dangasa bo'lib, qanaqa qilib dam olasiz desa, mazza qilib uborka qilib, uyimni yaxshilab yig'ishtirib, narsalar pishirib, musiqa tinglab, kitob o'qib dam olaman deydigan ayollarga tegishli bu rilsim. Demak, sizda xavotirli darajasi juda ham baland. Siz shunchaki jimgina bitta xonada 5 daqiqa o'zingiz bilan o'zingiz yolg'iz qolishdan qo'rqasiz. Balki sizni bolaligingizda faqat ish qilsang qadrlanasan degan ustanovkalar singdirilgan yoki-da sizda shu darajada og'riqlaringiz borki, siz o'zingiz bilan o'zingiz yolg'iz qolib dam olganingizda bu og'riqlar ko'tarilib ketadi. Shu uchun siz ish bilan o'zingizni chalg'itishingiz kerak bo'ladi. Ko'pincha bu bolaligimizga borib taqaladi. Shunchaki yotib dam olib, shunchaki dangasa bo'lib, shunchaki o'zini borligidan hozir va shu yerda 5 daqiqa o'tirib dam olish ham bu ne'mat ekan. Aziz ayollar, siz qaysi turiga kirasiz? Siz ham uborka qilib mazza qilib dam oladigan ayollar turiga kirasizmi? Kommentariyada o'qing, sizga chiroyli psixologik faktlar yozib qoldirdim.